Assalomu alaykum do'stlar. Bilamiz, hammamiz nima desa, kar parki o'yinini bir marta bo'lsa ham o'ynab ko'rganmiz yoki eshitganmiz. Kar parki o'yinida bitta o'zi mashinangiz bitta bo'ladi, qolganini o'z pul yig'ib topasiz, lekin hech kimga yo'qmaydi o'sha pul yig'ish. Ba'zi qilib qimmat boshim bilan yurgisi keladi. Lekin mod qidiradi ba'zilar o'ynaydiganlar. Mod Telegramdan qidirishadi, topa olishmaydi yoki Play Marketda deb o'ylashadi. Unda ham topa olishmaydi. Lekin aynan Telegramda mod mavjud. Kiramiz. Car parking mod. Car parking modlar deb yozgan holda yozamiz. Ana bu noto'g'ri ketdi. Okey. Modlari deymiz. Mana chiqadi. Qara, jentracha turibdi. Mana. Qora jentra car parking modlari bunaqa ko'p. Faqat aynan qora jentra turganini skachat qilish tavsiya etaman. O'shanga kiramiz. Va ana start tugmasini bosamiz. Start tugmasidagi главный menyu. Ana bu. Mana bu esa menyu bilanlar. Ana menyudan foydalanasiz. Misol uchun ana bu git shunga kirgan holda главный menyudan qanaqa kerak bo'lsa o'sha olasiz. Misol uchun Gentra, Nexi, Yaka 5 turlari, Turkiy mashina, 2107 mashina, Megabot, Mers, BMW, Kamaz va 223 Dagestan, qish bularni olishingiz mumkin. Aynan qaysidir mototsikl ham bor edi, yanglishmasam. Ana bu hozir mashina deganda mototsikl bor edi. Ana mod nash mashina, ana mod na mototsikl. Ana esa mod na vashi mashina, uni ostagisi. Bularni sketchat qilib sizga qaysi biri kerak bo'lsa o'sha qilasiz. Misol uchun men 2107 hozir 2107 qilganman, yaxshi emas ekan. Endi megabot qilib ko'ramiz. Sketchat bo'lyapti. Ozgina shu payt kutish kerak. O'rnatiladi hozir. Ozgina shovqin bo'lyapti, unga e'tibor berishga qilaman. Agar shunday foydali videolar kerak bo'lsa, like va bilan ayama. Obunachalaringiz yo'q, endi birinchi siz bo'lishingiz mumkin. Antivirus bu tekshiruvdan o'tkazadi-yu, yashil bo'lib sizga topshiradi. Ana ochish. Ochamiz endi. Kurs. Mana shunday kirish boshlanadi. Uyga kiradi. Mana bilan paydo bo'lasiz. Sizda 50 million. Mana 50 million 39.1 tanga. Tangali mashina, lekin bitta minus tarafi tangali mashinalar mavjud emas. Shu minus taraf bo'lishi mumkin. Garajga kirganingizdan keyin va sizda barcha mashinalar bor. Qo'shimcha mashinalar bor. Misol uchun o'zimizning legendamizning Nexi 2 legenda va ana bu mashina bor mavjud. Yana ana Mercedes qachaq varianti. Lada Columbada biz uchrashgan yillar. Tesla mavjud. Keyin ana bu qanaqa bo'lishini bilmayman. Burada Mercedes Ultra varianti короче. Yomon Ultra mashina. Va sizni ko'rsatgan tanirovka, ammo pulingiz cheksiz. 50 million degani pulingiz bir kun yo'qolib qoladi degani emas. 50 million dedimmi? Tamam. Umuman pulingiz yo'qolmaydi hech qachon. O'yinda bo'lmagan vaqtingiz yo'qolishi mumkin. O'yinda bo'lgan vaqtingiz yo'qolishi mumkin. Mashinalar mavjud. Itak. Lekin bitta minus tarafi boshlanishda aytganimda shular yo'q. Tangali mashinalar yo'q. Misol uchun olaylik. Ana bu mashinalar. Bularga ana motor tayyorlashasi mumkin emas. Oddiy parkingdan ham boshqa car parkingda ham bor. Motor unaqa mumkin emas. Men bebenim qilishim uchun men ko'rsatmoqchi edim. Ammo shunday qilaman o'zi qaysi mashina ko'rsataman.
ana bilan ko'rsatamiz. Bunaqa qurildi. 400 kali tayyora, 200 kali motor. Hamma narsa uchun. Umuman danat ikkisi. Hozir kirib kiyinamiz. Shuni qilagan. Hamma narsasi moda kerakchi. Просто yana bitta minus tarafi eski car parking. Yangi versiyasi emas. Bunga balolarni disk o'rnatish mumkin. Ammoki balolarni biz katta qilsak, bu katta bo'lmaydi. Qalin yoki ingichka bo'ladi. Katta qilish iloji yo'q va kichik qilish iloji yo'q. Yaxshiroq disk o'rnatamiz. Va bu mashina bo'ldi. Endi biz kiyinamiz. Kiyinib ko'rishga kirdik. To'g'risi men doimo kiyinsam ham qo'lda kiyinaman-da. Mana bu qo'lda kiyinaman. İtak açsak, ana doymaydi, ana şolda kiyinib, orqamga mana bunday ryukzak taqib olaman. Tangangiz hech qachon tugamaydi. Tamam? Chotki. Yuzga esa savol qo'yishda foydasi yo'q baribir. Endi shu bilan samolyot tezligida bitta sizlarga video qo'yib beraman. Keldik. Hozir ochilish boshlanmoqda. Endi ochishni boshladik. Birinchi men doim arrowga qulayroq men uchun va tezlikda buni avziga o'tkazib olaman. Ba'zi anavi bilishmaydi hatto. Ba'zi insonlar hozir bu gapni aytgandan ko'sh insonlar ustidan kulib olsangiz kerak yo'q. Kirsangiz drift mod. Drift modga o'tkazing. Telefonda buna yoziladi. Itak ya'ni taksi, Telefix Cargo, yana car parkingda chiqqan uchinchi versiyasi. Uchinchi versiyasidagi mashinalar hammasi. Bizga yangi chiqqan mashinalar yo'q. Tangali mashinalar demoqchi dedim. Chunki u hozirgi versiyasida tangali mashina ular. O'zi u asli yo'q narsalar hozir yo'q. Bir paytlar yo'q bo'lgan narsalar hozir ham yo'q, chunki buni car parkingda chiqqan 3-chi versiyasi bo'ladi. Mana bu birinchi versiyadan chiqqanligini kecha YouTube'da yozib qo'ydim. Itak, Cargo hammasi bu. Plus yana bitta aybi, mana mashina esa bunday holda keladi. Ana shunisi olmos ayb bo'ladi. Lekin mashina orqasidan esa ko'rinmasdan yurib ketaveradi. Video foydali bo'lsa like va obunani ayamang va sog' bo'ling.